2 oktyabr kuni Parij haftalik moda kiyim ko'rgazmasi oxirlashgan bo'lib, bu yilgi moda kiyim haftaligida Shvetsiya grajdani bo'lgan yosh loyihalovchi Loyissin kishilarning diqqatini qo'zg'adi. U muhit va klimat masalasiga ahamiyat berib qolmay, moda loyihalash uchun yig'ib materiallarni ishlatgan. Undan boshqa, u yana oshkor holda butun dunyoni Uyg'urlarning kishilik huquqiga ahamiyat berishga chaqirgan. Bu sababdan u Xitoy davlat taratqullari Yer shari vaqt gezitining diqqatini qo'zg'adi. 2 oktyabr kuni Parijdagi Shvetsiya akademiyasi Loyissinning riyosatchiligida moda kiyim va muhit kishilik huquq to'g'risida leksiya so'zlash faoliyati o'tkazildi. Atalmış Şinjandagi ishlab chiqarish korxonalarini boyqut qilishda tashkillashda boshlamchi bo'lgan Fransiya parlament a'zolari, Yorliqdagi axloq tashkilotining bayonotchisi va Yevropa Uyg'urlar birlashmasining raisi Dilnurlarim so'z qilgan. Fransiya radio agentligining muxbiri Loyissindan o'zining Uyg'urlar uchun so'zlayotganiga 1 yildan oshganligini, konkret ta'sir bor yo'qligini so'raganda, Loyissin javob berib, nihoyat cho'ng unumli bo'lganligini, o'zining ilgari Uyg'urlarning ahvoli va duch kelgan azob oqibatlarini bilmaydiganligini, keyin taratqulardagi xabarlar va atrofidagi Uyg'urlar bilan bo'lgan aloqa orqali Xitoy hukumatining Uyg'urga elib kelgan ofatlarini tushunib yetganligini, shundan keyin Uyg'urlar uchun so'zlashni boshlaganligini, o'zining tirishchanliklari bilan chet elda nurg'un yoshlarning kiyim-kechak setib olganda, kiyim-kechakning kelib chiqishiga diqqat qildiganligiga, tovar, axloq va muhitning munosabatiga diqqat qildiganligini his qilishga boshlaganligini aytgan. 12 oktyabr kuni chet eldagi kishilik huquq torining xabar qilishicha, bir qism xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Xi Jinping xat avatib, Xitoydan qiynash qarishtirish ahdnomasini yo'l qo'yishni talab qilgan. Ochiq xatda Xitoy BDTning qiynash qarishtirish komitetiga eng yangi to'xtam tuzguchi davlat dokladini topshirish muhlatining asli 2019-yil 9 dekabr ekanligini, lekin 3 yilgacha topshirmaganligini, o'zlarining bu xatni Junxo Xalq Jumhuriyati chegara ichidagi va dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq qo'g'duvchilarga vakolatan yezib, Xitoyning yuqorqi dokladni darhol topshirishni talab qilgan. Ochiq xatda yana bunda xalqaro majburiyatini ado qilishni xohlamaslik Xitoyning o'z chegarasidagi kishilik huquqni qo'g'dash mas'uliyatidan qochishga urinayotganligidan derak berdiganligini, bu ayblashning nurg'un guvohchilar tomonidan isbotlanganligini, ya'ni Sharq Turkistondagi Uyg'urlar, Tibetliklar, shundaqla Xitoy fuqarolarining qonunsiz va muddatdan burun tutib turish o'rinlari, soqchi va bexatarlik organlariga darajadan halqagan qonunsiz huquq berilganligini, siyosiy mahbuslarning asosli kishilik huquqni xohlagancha dafsanda qilganligini bildirib, kishilik huquqni qo'g'duvchilarni o'z ichiga olgan nurg'un siyosiy mahbuslarning Xitoy soqchilari va davlat bexatarlik xodimlarining qiynash va nachar muomalasi ostida davomli o'layotganligini dalillar bilan ko'rsatgan. Ochiq xatga imzo qo'ygan kishilik huquq tashkilotlari bo'lsa qiynash qarishtirish tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq turi, Tibet kishilik huquq va demokratiya markazi, Xitoy kishilik huquqni qo'g'duvchilar, Xitoy kishilik huquq va Janubiy Mong'oliya kishilik huquq uchur markazi qatorliqlarini o'z ichiga olgan. Ijtimoiy tor suplarida tarqalgan rasmlardan ma'lum bo'lishicha, 13 oktyabr, ya'ni bugun atiganda Bejingning shimoliy 3-aylanma tosh yo'liga joylashgan Situng ko'rigiga 2 parcha oq rangli raqqa qizil rangda xat yozilgan cho'ng tipdagi lozunka esilgan. Bu lozunkalarning biriga virus tekshirish kerak emas, tomoq kerak, karantin kerak emas, erkinlik kerak, yolg'onchilik kerak emas, g'urur kerak, madaniyat inqilobi kerak emas, islohot kerak, dahi kerak emas, saylam kerak, qul bo'lmaymiz, puxra bo'lamiz. Yana biri bo'lsa, dars tashlab, ish tashlab, diktator davlat o'g'risi Xi Jinpingni ag'dirib tashlash kerak degan jumlalar yozilgan ekan. Torda tarqalgan qisqa videolarda ma'lum bo'lishicha, naq maydondagi yangiratquda lozunkaga yozilgan mazmunlar qayta-qayta qo'yilgan. Uningdan boshqa ko'rik ustidan qo'yiq qora istutak ko'tarilgan ko'rinishlar aks etgan. Bayroqni kimning isib qo'yganligi yoki ko'rikdan nima uchun qora istutakning o'rlayotganligi texnicha ma'lum emas. Voqea yuz bergandan keyin munosabatli rasm va videolar Xitoy torlaridan tez suratda o'chirib etilgan. Ammo Twitter qatorli xalqaro ijtimoiy taratqularda, shundaqla xabar kanallarida tez suratda tarqalmoqda. Shanxay aholilari orasida suv kamchilik xavri bilan fuqarolarning aloqazotchiligini keltirib chiqarib, bir kechada jiddiy suv saqlashiga sabab bo'lgan. Shanxay hukumat doiralari nihoyat tezla bu mishmish parang'i raddiya bergan bo'lsa-mu, ammo xalq ommasi hukumatga bo'lgan ishonchisining yo'qolganlik sababidan qabul qilmagan. 10 oktyabr kuni Shanxayning ichki xabarlarida Shanxayning 3 cho'ng suv ombirining suv manbasining tugab ketganligini, sanoat suviga kafolat qilg'il bo'lmaydiganligini
dengiz suyuning burilish sababidan fuqarolarning ichimlik turbi suyuning sufitimi o'lchamdan eshib ketganligini, doirlarning har kuni Jiangsuga paraxot avatib jiddiy ahvolga taqobil turish uchun suv to'shiyotganligini xabar qilgan. Bu xabar tarqalgandan keyin Shanxay aholilari bir kechada suvni zapaslashga boshlagan. Xitoyning yuqumning oldini olish siyosati kishilarni davomli sarosimga solmoqda. Bir necha kun ilgari Xitoyning zo'ravon taratqullari harakatchan tozalashni texnik kuchaytirish uchun barcha usul qo'llanadigan bir yurish maqolalarini e'lon qilgan. Shanxay to'xtam muddati 2 yil bo'lgan necha yuzlagan yuqumning oldini olish xodimlarini qabul qilib, qattiq yuqumning oldini olish strategiyasining texi oxirlashmaganligini bildirgan. Nurg'un kishilar o'zlarining Xitoy kompartiyasiga bo'lgan umidsizligini ifodalagan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi chet ellarda to'salg'ularga uchirgan. Bu turga qatnashgan qarz olg'uchi davlatlardagi qarzni qaytara olmaslik masalasi kun sari ig'irlashmoqda. Ul aslihani ilgari suradigan xalqliq o'rinlarmi o'zlarining qarzi va iqtisodiy xavfining shiddat bilan o'rilish sababidan g'oyat zo'r tijorat besimiga duch kelgan. 2013-yildan boshlab Xitoy bir balvoq bir yo'l tashabbusiga 1 trillion dollar xarjlab, ul asliya qurilishi orqali Osiyo, Afrika va Latin Amerikasidagi ta'sirini kengaytirishga uringan. Xitoy qatnash qurilish guruhining Sri Lankaning Hambantota portini taraqqiy qildirishi Xitoyning qarz to'zoq diplomatiyasining tipik vakili deb qaralgan. 2017-yili Sri Lanka hukumatı qarzni vaqtida qaytara olmag'achqa portning ishiltish huquqini Xitoyga topshirishga majbur bo'lgan. Bugungi kunda Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi asta-asta mushkul ahvolga tushib qolgan.